Alo, Assalomu alaykum. assalomu alaykum. Sayyoraxon opa, siz bo'lasizmi? Ha, manman. Bezovta qilmadimmi? Sog' salomatmisiz? Nabi. Bugungi kuningiz fayzu barakatga, xayrli va solih amallarga lim-molim o'tayotgan bo'lsin. Quvonchli kunlar qarshi olayotgan yangi yoshingiz 49 yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Allohimga banda, rasulimizga chin ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Rahmat. Ayni daqiqalarda sizni ijtimoiy tarmoqlardagi o'z ish faoliyatini olib borayotgan sirli tabriknoma loyihasidan bezovta qilyapman. Ushbu loyiha boshlovchisi Marjona bilan jonli tarzda muloqotdasiz. Ovozimiz esa esdalik uchun yozib olinmoqda. Opajon, bugun bizni loyihamizga sizni tabriklash maqsadida yaqinlaringizdan tabriknomalar yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz, bu inson kim bo'lishlari mumkin? Bilmasam. Taxmin Bo'lishi mumkin. Taxminlarim yo'q to'g'risini aytsam. Bilsam endi kim bo'lishi mumkin? Ota-ukalarimniki, kelinlarimniki. Keling, sizga yordam beraman o'quvchilaringiz orasidan. O'quvchilarim orasidami? Bir hozir aytaymi dedimda o'quvchilarimniki endi. Keyin yana o'ylab qoldim. Kim bo'lishi mumkin bilmasam endi hozir ular shunaqa ko'pki, aynan kimligini aytishim qiyinroq. O'quvchilarim ko'p, qo'shib bir maktabda ishlayman, judayam shogirdlarim ko'p, hamma tabriklab yozibdi. Mashalloh. Aniq bir xulosaga kelishim qiyin. Demak, bizga murojaat qilgan inson, bular o'quvchingiz Mushtari va ularning onajonlari Muniraxon opamiz nomlaridan bo'ladi. Rahmat, sanjonligi sog' bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Va o'quvchingiz siz uchun go'zal satrlarni, dilizxorlarni yozib qoldirganlar. Ruxsat bersangiz, o'z egasiga yetkazib qo'ysam. Rahmat, mashalloh. Rahmat sizga ham. Xursand bo'ldim, judayam hayajondaman. O'qib eshitiraman ular qoldirgan dilizxorlarni. Rahmat. Assalomu alaykum. Aziz va suyukli ustozimiz. Bugun biz uchun ham, siz uchun ham eng go'zal kunlardan biri. Chunki bugun ilm ma'rifat yo'lida fidokorlik bilan xizmat qilayotgan, bizga to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi, yuragimizga nur bag'ishlovchi ustozimiz dunyoga kelgan kun. Sizning har bir saboqlaringiz bizni ezgulikka, komillikka yetaklaydi. Mehribonlik va sabr bilan bergan bilimlaringiz bizga umr bo'yi yo'ldosh bo'lib qoladi. Siz bizning qalbimizga faqat ilm emas, balki odob, matonat va hayotga to'g'ri qarashni ham singdirdingiz. Alloh taolo umr yo'lingizni nurafshon qilsin. Yoshingiz fayzli, sog'ligingiz mustahkam, oilangiz doimo xotirjam bo'lsin. Baxt, omad va shodlik doim hamrohingiz bo'lsin. Yaxshi kunlaringiz ko'p, dilingiz esa har doim xotirjam va osoyishta bo'lsin. Alloh taolo sizga ikki dunyo saodatini ato etsin. Haj ziyoratini qilishni, oxiratda Firdavs bog'laridan joy olishni nasib qilsin. Siz biz uchun doim e'zozli va hurmatlisiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, aziz ustozim. Hurmat bilan sizning minnatdor o'quvchilaringiz deya she'riy satrlar ham yozib qoldirganlar. Rahmat. Sizgadir yurakda asragan so'zim, to mangu ta'zimda turaman o'zim. Dilimning tubida yangragan so'zim, ezgulik yo'lida tolmang ustozim. G'am ko'rmay bu dunyo turguncha turing, ming yillik mehnatlar huzurin ko'ring. Shogirdlari baxtidan shod masrur yuring. Ezgulik yo'lida tolmang ustozim. Hayot yo'llarimda dildosh deb bildim. Yo'limni yoritgan quyosh deb bildim. Toli yo'llarida yo'ldosh deb bildim. Ezgulik yo'lida tolmang ustozim deya Mushtarixon sizga mana shunday satrlarni yozib qoldirganlar. Rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Mushtariyam umrlari uzoq bo'lsin. Ilmlari yanada ziyoda bo'lsin. Barcha o'ylagan orzu umidlariga ular yetishib yursin. Kattakon rahmat. Iloho amin, rahmat sizga ham. O'ylaymizki sizni xursand qila oldik.
Albatta, judayam xursand bo'ldim. Sizlarga ham omad tilayman. Rahmat kattakon sizga ham. Hammani qo'yniga chiroyli so'zlar bilan, dilxo'rlar bilan shunaqa yaxshiliklar qilishdan charchamanglar. Rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin. Siz ham o'quvchilaringiz ardog'ida bo'lib yuring. Ular orqasidan ham rahmatlar eshitish va ular ardog'ida bo'lish doimo nasib etsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kuningiz a'lo kayfiyatda davom etsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Ushbu tarona siz uchun Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qo'shu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Siz uchun tumordek bo'lsin. Mehringiz his qilib yashaymiz doim, sevgimiz asrasin sizni iloyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hey, tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.